Damazvan avtomobilni ko'rsataman. Bitta yaxshi Damazvan 2020-yil tex pasporti ekan, 2021-yil kuzov ekan. Holati juda ham zo'r ekan mashina. Metan gazlargacha bor, balolarning holati zo'r, kraskasi mashtada pitno bor ekan. Ikkiga navbat tarafida pitno bor bo'lishi mumkin. Ta'm bunaqa zo'r ko'rmadi-ku. Mana shu tarafi aniq, xudo xolisa pitno 100%, xudo xolisa. Salonlari zo'r holatda, 99 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, laboyda ozgina trishinasi bor. Ikkinchi most ozgina o'rlaganiga mana yangi most. Rushnoy tros, hamma troslari moylarga chop qo'ygan ekan. Almashtirib berar ekanlar. Mana tayyor turibdi. Almashtirib cho'kka qilib beraman dedilar. Muammosi yo'q dedi. Salonlarning ham holati yaxshi, urinib ketmagan, eshik ochiloplishlari ham hamma yog'i zo'r holatda. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q ekan. O'zini zavod optik bagajlarda temirlarga turibdi. Bunaqa ezilgan, qirilgan joylari ko'rmadim. Yaxshi holatda. Olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 5500 ga beramiz. Yo'qolinglar, bosib boringlar.